sizda, menda biz aytayotgan Allohning tavfiqi bormi, yo'qmi? Sen tavfiqli odammisan? Mana ana shu tavfiqning alomatlarini ko'rib chiqamiz. Qidiring, sizda shular bormi? Birinchidan, Alloh seni iymon va islomga muvaffaq qilishi. Alhamdulillahi robbil alamin bor. Chunki kalima keltirishga Alloh tavfiq berdi, kalima keltirishga Alloh izn berdi. Albatta bu hamma ne'matlar orasidagi eng katta ne'mat, eng ulug' ne'mat, eng oliysi va eng avvalgisi. Bundan ortiq ne'mat bo'lmaydi. Bundan ortiq ne'mat bo'lmaydi. Kufrga to'layotgan bu olamda Alloh sen uchun tanlab bergan, sendan talab qilgan asosiy narsa iymon. Astagfirullah. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sodiqin. Ey Muhammad alayhisalom, ona arabiylarga ayting, biz iymon keltirib qo'ydik deb minnat qilayotgan arabiylarga ayting. Balki agar iymoningizda sodiq bo'lsalar, Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganiga minnat qilur. Bormi bizda shu? Alhamdulillahi robbil alamin. Iymon bilan islom bormi? Tavfiqning birinchi alomati. Agar bizda iymon bo'lmasa, bizda shirk bo'lsa, kufr bo'lsa, nauzubillah, hamma amallarimiz xabada bo'lib ketadi. Yana nimasi doim mo'minni o'ylantirish kerak? Ha, xo'p, mana shu alomatlarning hammasi bor senda. Tavfiqning 10 ta alomati bor deylik senda. Doim xavotirda turishing kerak. Nima deb? Nima degan xavotir doim turish kerak bizda? Shu iymon bilan o'lib olay. Shu iymon bilan turganimda omonatni topshirib olay. Chunki oxirgi lahzasigacha shayton bizni tark qilmaydi. Bilasizlarmi? To tanimizda bu jon omonat turar ekan, shayton umidini uzmaydi.